Yangi o'zbek seriali Sir ning birinchi qismi 2025 yil 17 noyabr kuni soat 19 da Sevimli TV kanalida namoyish etilishi tomoshabinni ilk daqiqadanoq sirli va biroz xavotirli muhitga chorlaydi. Go'yoki voqealar ortida yana bir ko'rinmas qatlam bor va aynan u tomoshani yanada qiziqarli qiladi. Rejissorlar kayfiyatni shunday nozik qurishganki, har bir pauza, har bir ko'z qarashi alohida ma'noga ega bo'lib tuyuladi. Odamlar qaraydi, sharmandalik bo'lmasin shu jumla orqali boshlanishi serialga chuqur psixologik ohang beradi. Qahramonlar orasidagi ziddiyatlar sezilmaydigan darajada tabiiy, ammo bir vaqtning o'zida nihoyatda kuchli. Har bir personajning yuragi ortida yashiringan qo'rquv va sirlar voqealarning qanday davom etishiga bevosita ta'sir qiladi. Serialning vizual tarzda ishlanishi ham alohida e'tiborga loyiq. Ranglar, kamera harakati, ovoz berilishi hammasi bir butunlikda ishlaydi. Hikoya asta-sekinlik bilan rivojlanadi, ammo aynan shu sekin taranglik tomoshabinni ekrandan uzoqlashtirmaydi. Sir ko'ngilga tez o'rnashadigan, sir-safoatlar bilan boyitilgan dramatik loyiha bo'lishi aniq. Birinchi qism tomoshabinga davomiga bo'lgan qiziqishni kuchaytirib, kelajakdagi voqealar yanada ta'sirchan bo'lishini va'da qiladi.